La şu aka ukalar, la şu İlham degan balaning sömkesi boladı. La suratlarını koyamız. Suratlarını da şunday qilib cam başqa qo'yamiz, şu balaning suratı. Ben birinci video çıkardım. 400 ming so'm benim hamsayamning pulini o'g'irlab ketdim. Imindan men shu yerga keldim. La şu kiyim keçekler. La şu kiyim keçekler. La şu balaniki. Mana endi shunday ushlayman. Agar kimki ishonmasa keladi ekspertiza qilamiz. Qo'l tiyingan yo'q buga. Kvart olib kelganmiz. La şu kvartlar hech yerga aloqamiz. So'mka shu yerda qolib ketgan. La şu bala mana kiyim keçekler sho'niki. Buna paketleyeyim alay. Ama. Şu işxonaya keldim ağayınlar. Şu kiyim şu bachchaniki. Mana. Bu kiyim shoniki. O pasportum var degan ekan. Mana kiyim shoniki. Mana. Endi tanani ekspertiza qilib aparamiz. Agar men degan ağayınlar hali zo'rman. Benim ukam qilgan yo'q, benim ulum qilgan yo'q dedim. Mana shu ekspertiza, mana shu bachchaning kiyimi mana shu. Mana. Tak. Mana sömkem shoniki. Sömke shoniki. Şey nima bor ekan? Mana. Nagoshnik. Agaylar shoning puli bor ekan. Shu bachchaniki. Shu bachchaning puli bor ekan mana. 100 so'm. Naushnik. Tırnağağuş, mana 100 rubliga dor, mana shu turibdi. Hali bir o'tishgan yo'q, mana. Keyin shu короче shu ekanda, mayda chuydilar bor ekan. Hali mendan boshqa qaragan yo'q. Yana bir 100 rubli ham bor ekan, mana. 200 rubl pul. Shoniki, shu balaning puli. Xo'p. Yana hali hech kim bu so'mga qo'l tiyingan yo'q. Saçak deyman. Mana. Var bu o'zim kirbashara ekan. Qay yerda javur bo'lib yotgan ko'ngilsiga beri kelib turib, so'mkalar sasib yotir. Ko'sini sizga xudo ursina, haligi nima deydi, eshakimizdan javur bo'ladi, to'qimlar, ana shunday javur sasib yotir ekan. Mana shuncha kiyim bor ekan. Endi buni yog'ini ochamiz. Video ko'p bo'ladi, endi ag'aylar xafa bo'lmaysizlar. Bu to'da kansa qo'yishgan videolari bor. Qayerdan qochib ketganlari ham bor. Inshaalloh videolarni qo'yib o'tamiz. Asta-asta. Mana. MTS. Haligisi bor ekan. Inshaalloh men buni az MTS'ga urib turib, qo'lni kodini ko'ramiz. Familiyalarni bilib olamiz inshaalloh, xudo xolasa. MTS chiqdi, ko'rdingizlar aynilar. Hozir men sizlarning ko'zlaringizni ochdim. Agar shuniki bo'lsa inshaalloh topib olamiz. MTS kartasi bor ekan. Mana shuncha ma'lumot aynalar. Agar ba'zanlar aytadi, shayx deydi, sen deb o'tirik aytasan, yolg'on aytasan, tuhmat qilasan deydi. Mana shu kiyim shoniki. Shu ko'ngilsiga shu. Zo'rman degan, men degan zo'rni olib kelsin. Kesin şu yerga hozir eshikdagi video qilamiz.